Qashqadaryoda yer ostidagi xazina. Kavrak biznes haqida eshitganmisiz? Mana shu kavragimiz 1 kilosi 3,5 million so'm turadi. Ushbu obyektimiz 2 sotik va 2000 tub ekilgan. Bu qanday ekilgan, Feruzbek? Mana bu kavrak o'simliklarimizni 2021-yilda 2 sotik yerga 2000 tub kavrak ko'chatlarini ekib berganmiz. Mana hozirgi kunda 2024-yil bo'lsa, rovna 3 yil to'lib, kavrak mahsulotlari uje shiralarini, donaklarini oladigan darajaga yetib qoldi. Olishni boshladi. Ushbu donagimiz mana shu holatda bo'ladi. Shiralarimiz esa mana shu holatda bo'ladi. Mana bu tomonlarda birinchi kesimlar kesilgan. Aha. Hop, demak bunda simolasi ham olinadi. Agar mana bunda donak holatiga keltiriladigan bo'lsa, donak holati ham olinadi. Hozirgi kunda mana 2024-yil iyun holatiga 3,5 million so'm mana shu donaga. Bulari esa qancha bo'lyapti simolalari? Simolalarini kilosi $200 Mana juda ham parash holatda chiqadi va shu holatda kunlik siz daromadga kirishingiz mumkin. Agar sizga ushbu ko'kston, kavrak o'simligi kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'chati yoki urug'i, sizlar bemalol O'zbekiston bo'yicha yetkazib, dastavkalar ichida yetkazib beramiz. Ekib, ko'rsatib, ha, albatta. Urug'i, ko'chatlari hammasini yetkazib beramiz. Va buni qayerga sotamiz deganlar bemalol o'zlari xarid qilishadi va o'zlari eksport qilishadi.